Yıllar bir-birini qo'g'lab, eqin suvdek eqib mo'ngmoqda. Qerilar o'ldi, kichiklar cho'ng bo'ldi. Yoshlar to'rga o'tdi. Texi tunugun tog'dek mazmut turgan dadalarimiz asta-asta mükçeymoqda. O'limning yeshi yo'q albatta, ammo bizga berilgan muddatning cho'qim bir so'rg'i borligini unutib yashayapmizmi acaba? Qanchilgan Ramazonda duolarga qo'l ko'tarilib, yum-yum yig'ilgan shu ko'zlar. Ümmetim, milletim deb qilingan shu zaru tazarru önkir ichidagi aks sadodek barbara hayotimizdan yiroqlashmoqda. Biroq dushmanning zulmdan to'xtag'ini, shu ota-bobolarimizning sharafli oyoq izlarini o'chirish uchun kecha-kunduz tipirlashdan to'xtag'ini yo'q-ku. Hatto chet eldagi yosh o'g'il-qizlarni, narisida bolalarni nishon elib o'zining ko'rishini to'xtatib qo'ygani yo'q-ku. Acaba shu avlodlar, shu ota-ona ve şu vatan bizning emasmidi? Şu notavon ana-singillar bizning millatimiz, dindoshlarimiz emasmidi? Bu nima rohatlik, nima g'aflat? O'tgan Ramazon shu vatanning ozodligi uchun duolar o'qimaganmidik? Bu yili shu duoning ijobat bo'lishi uchun qaysi qadamni bosdik? Ramazonlarni tabrikligim bor edi. Ammo Allohdan hammamizga qo'limizdagi fursatni tutib olishga nasib qilishini, İsrail avlodining kuniga qo'ymasligini, bayovan zulmatidan qutulib chiqishimizni tilayman. Amin. Vesselam. Hurmat bilan Muhammad Faruq.